yangi turdagi gilosimiz. Bu esa o'zimizda o'sha Jaydarisot Valovoyimiz 10 yashali daraxtimiz, hosili juda ham kam. Bu yil 2025-26 aprel sanasiga. Lekin bu sortimizdan mana do'stlar, o'zini o'zi 100% changlatuvchi yangi turdagi gilosimiz. Shuni ekishni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa pagoda tanlamaydi. Yiliga shunaqa hosili yuqori darajada meva olaveradi do'stlar. Yangi turdagi gilosimiz 28, 30, 32 kalibrda beraveradi do'stlar. Mana bu yonimizda turibdi ham shunaqa. Bu yangi turdagi gilosimiz bilan bu Valovoy gilosimizni rosa bo'lsa 2 yosh farqi bor, lekin bundan hosildorligi juda yuqori. Yangi turdagi gilosimiz do'stlar, shuni ko'chatlardan kerak bo'lsa 230 3096 raqamlariga telefon qilsalaring, xudo xolasa kuz oylariga yetkazib beramiz.